Birinchi masanasida assalomu alaykum Farg'onali bog'bon kanalini kuzatib olishlar. Mana xudo xolasa bizda o'rik ko'chatlarimiz ko'chilmagan yerda mana xudo xolasa mana birinchi gullarni ochyapti do'stlar. Naviga kelib o'tayotgan bo'lsak, Prisya bilan Venderko degan o'rigimiz erta pishaq hisoblanadi. Ertaki joylarga tavsiya qilamiz. Keyin bizda yo'lcha degan o'rigimiz ham bor. Xudo xolasa u o'rigimiz ham yerdan svejiy ko'chirib beramiz. Kim boqmoqchi bo'lsa, ulgurib qo'yinglar. 93lik 970 27 nomerdamiz. Bo'ylari ham mana xudo xolasa 2 metrdan ziyodroq do'stlar. Mana gullarni qaranglar. Biylar mana kesilib ketmasa meva qiladi. Serhosil o'rik. Bular ikkalasi Venderko bilan Prisya ertaki joylarga tavsiya qilaman. Ertaki joylarda erta kunda pishyapti. Ayniqsa Surxondaryo tomonida bu 20-aprel sanasida to'liq uzilyapti bu o'riklarimiz do'stlar. Yo'lchi degan o'rigimiz qoq qilgani zo'r. Xudo xolasa ko'chatlarimiz holati zo'r. Kim o'rikdan boqmoqchi bo'lsa, kesalarni mana shu yerdan o'rnidan ko'chirib beramiz. Manzilimizni aytib o'taylik. Andijon viloyati Asaka tumani Ozod qishlog'ida lokatsiyasini tashlab beramiz. Kim kelmoqchi bo'lsa, 93lik 970 27 nomerdamiz do'stlar. Xudo xolasa o'rik ko'chatlarimiz bor. Keyin bex ko'chatlarimiz bor. Bexini ham olma bexi, zabella degan navlar bor. Nok ko'chatlarimizdan ertaki vadil go'zal bilan mavze degan nav qoldi do'stlar. Sog' bo'lasizlar, bizga kuzatishda davom etinglar. Videolarimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.